Bu insonni tanishtirishim kerak. Ajoyib aktyor, ajoyib tipaj, ajoyib salbiy qahramon. Endi men ijobiy o'ynasalar, men endi to'g'risi. O'zlariga yarashadi o'zlarining tipajlari. Xo'p, Mansur Mirzo va shu qatorda ajoyib aktrisa va albatta Qo'mush O'ktamova. Assalomu alaykum. Musiqalar bilan. Qoyil. Mansur aka assalomu alaykum. Qo'mush assalomu alaykum. Kelinglar, joylashinglar. Xohlagan joydan joy egallashingiz mumkin. 12 kishilik joy. 12 kishilik kupe deydi-ku. 12 kishiga 2 kishi deng. 12 kishi 2 kishi endi hozir qolganlar kelishadi. Mansur aka xush kelibsiz. Ko'pincha sizni filmlarda qurol bilan ko'rganmiz, lekin hozir siz qurol bilan, ha, hozir ham bu ham qurol o'zi. Mana haqiqiy quroli. Ha, sizning haqiqiy qurolingiz. Gap bo'lishi mumkin emas. Voy, meni yaqin do'stim. Aha, yaqin do'stingiz. Ko'proq sirlashib turasiz bilan. Har kuni. 5-6 soatlar. 5-6 soatlar. Mashinamda yonimda yuradi, orqada yuradi. Aha. Endi bo'ladimi shunday holatlar, hali yo'lda tejroba aytib bering deb qolishsa? Albatta bo'ladi. Bo'ladi. Haligi yo'l harakat xodimlari ham to'xtatib qolishadi-yu. Da. Shunday holatlarda o'zingizni tanishtirgan paytingiz ham. Ular hammasi meni taniydi. Aha. Ehtiyot bo'lib gaplashishadi. Bizga o'xshab. Hali aytdim. Hali 3 marta salom berdim dedi-da. Va alaykum assalom. Alaykum assalom. Gap bo'lishdi. Bir kuni meni inspektor haligi yo'l harakat xavfsizligi inspektori to'xtatdi. Shunda oynani ochishim bilan assalomu alaykum desam, men sizni tanidim dedi. Hozir ismimni aytadi deb o'ylasam, men sizni tanidim. Siz Bahodir Jalolovning ukasisiz deyaptilar. Assalomu alaykum. Rasul tanishdi. Men mehmonlarimiz bilan salomlashayotgandim. Men ham borman dedim. Mansur, keling o'tirib oling, odam xijolat bo'lyapti. Dars o'tayotgan o'xshaysiz. Yana bir bor. Xush kelibsiz Mansur aka, studiyamizga xush kelibsiz. Marhamat, muxlislar bilan salomlashsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum hurmatli aziz jonajon muxlislarimiz. O'zbekiston ahli hammalarga bugungi kun xayrli bo'lsin. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Zamonimiz tinch bo'lsin. Salomat bo'linglar. Qo'mush. Assalomu alaykum aziz muxlislarimiz, yaxshimisizlar? Bugungi kun muborak bo'lsin. Barchalarga a'lo kayfiyat tilab qolamiz. Endi bizga e'tibor bermaysizlar. Gap bo'lsa qop, ish bo'lsa shirchoydan top bo'ladi. Bir-biringizga gaqirib o'tirsanglar, haligi ko'rinish ham boshqacha bo'ladi. Biringiz bu tomondan, biringiz bu tomondan bo'lib, aytishib aytayotganga o'xshashadi. Bo'ladi. Yo'q, hozir endi bular bu yoqqa surilyaptilar. O'rtaroqqa o'tirib olsangiz, mana ay yashaylar. Mana film bob bo'ldinglar mana endi. Studiyamiz to'g'ri sizlarniki. Xush kelibsizlar. Ko'rganimizdan juda ham xursand. Studiyamiz to'g'ri, qalbimiz ko'ri. Hamma e'tiborimiz, diqqat e'tiborimiz shu tomonga qaratilgan. 3 marta salom berib burchakda gaplashayotganingizda. Mansur aka, barchani hozirgi kunda qiziqtirayotgan savol, hozir ayni damda qaysi filmda siz ish olib boryapsiz va qaysi film kutaylik? Ha, albatta o'rinli savol bo'ldi. Yaqinda xudo xolasa ko'rasizlar, Yigit yig'lamasin degan serial da bosh rolda o'ynadim. Ozod Shams rejissyorligida. Lekin mana shu rolimdan keyin Setora odamlar meni juda yomon ko'rib qoladi. Nimaga? Juda ham o'ta salbiy rol o'ynadim-da. Salbiyni salbiysi bo'ldi. Salbiysi bo'ldi. Haligi partnyorimi Bahodir Murodov o'ynaydi. Hozir Bahodir aka Murodov, jali soqolda chiqib, odamlar juda yaxshi ko'radi u odamni. Juda haligi nuroniy bo'lib chiqib, bechora ko'p yig'laydi-yu, o'shani yana yig'latishdi-da. Mana shu serialda men yig'lataman xullas. Odamlar endi bilmadim, ko'chalarda to'xtatib urib tashlashmasa bo'ldi. O'zi Mansur aka shunaqa holatlar bo'lsa kerak, eshitganmiz, ko'p eshitganmiz. Salbiy rol ijro etadigan aktyorlarni ham ko'chada xuddi shu rol bilan ko'radi odamlar. Ana pistachi xolalar bo'ladi, chaqib turib, "Beting qursin." Nazar bo'ladimi shunaqa holat? Bozorda menga olma sotishmagan Chorsida. Olma sotishmagan. Bitta ayol olma artib turibdi-da, gaplashib turibdi-da mana, gaplashib turibdi-da. Assalomu alaykum, men bu yoqdan keldim. Assalomu alaykum, opa, olmani ichib bo'lsa,
ishering qursin deyapti-da ichida endi. Voy rostdan. Ortib turib xullas, "Opa" dedim, "Kechirasiz, olma nechi pul?" dedim. Sen, baqirmay gapiravering" dedi. "Men sizga vobshim olma sotmayman." Nimaga aytsam, "Siz dunyodagi eng yomon odamsiz" dedi. Voy xudo. "Kechirasiz, opa, men sizni tanimasam, siz meni tanimasangiz, qayerdan bilasiz meni yomonligimni?" dedim. Sen, sizni ves O'zbekiston biladi-yu, kimligingizni dedi. Keyin menga haligi narsa yetib keldi-da. Keyin yonidagi bitta opamiz bor ekanlar. "Assalomu alaykum ukajon, yaxshimisiz? Xafa bo'lmaysiz? Hozir siz o'ynagan serialni gapirib, haligi cholga ichi achib, gapirib turadi, o'zi kelib qoldingiz." Bir kun oldin serialim tugagan edi-da. Xullas, "Opa" dedi, "bu ukamiz dedi, juda yaxshi hofiz, hayotda yaxshi inson" dedi. "Meni ukamning o'rtog'i" dedi, "to'ylarda ashula aytib bergan" dedi. "Menga farqi yo'q. Boshim sotmayman bu odamga" dedi. Ular sotmadilar. Sotmadi, haligi opadan olib ketdi. Demak, rolingizni mahorat bilan ijro etgansiz. Ishontira olgansiz. Shunaqa bo'lsa kerak, sotmagan. Hayotda ko'p jahlingiz chiqadimi? Qanday insonsiz hayotda? Hayotda men birovga paxta qo'yishni hayotda yoqtirmayman, qo'ymaganman, tagiga qo'ymayman ham. Agar u osmon bo'lsa, men undan ham 10 barobar osmon bo'laman. Agar hoksor bo'lsa, hoksor bo'laman. Xullas, Oddiylikni egilganga yaxshi ko'raman men, oddiylikni. egilganga egilaman, boshim tekkuncha, kekkaganga kekkayman, boshim ko'kka yetguncha deydi Usmon Nosir. Lekin Mansur aka, sizni hayotda ancha yillardan beri taniyman va hozir hamkasblarimga aytayotgandim. Siz ijro etgan rollarni hayotda umuman teskarisisiz. Juda ham muloyim ko'ngilli, rahmdil inson. Suhbatda hurmat, izzat, e'tibor barchasi sizda mujassamlashgan insonlar. Mana misol uchun yaratgan obrazlaringizni men nimaga salbiy obrazni yaxshi ko'raman? Chunki inson o'zini tashqi ko'rinishidan va ichki dunyosidan tarki dunyo bo'lib, u boshqa dunyoda yashab, o'sha dunyoni tasavvur qilib beradi. Shu rollaringiz bilan sizni sevuvchilar ham ko'p. Mayli bitta ikkita insonlar qandaydir bir qo'rqib qolishar, o'sha siz aytganda olma sotishmas, ammo qancha sizni sevuvchi muxlislaringiz bor. Salbiy obrazni mana misol uchun hozir olsangiz, Ne'mat, men salbiy obraz o'ynasam kulvoradi hamma. Kulvoradi, barayanaqa deyman. Men salbiy komediyani juda ham ko'pchilik ijro eta oladi. Melodramani juda ko'pchilik ijro etib beradi. Lekin salbiyni emas, to'g'rimi? To'g'ri. Ne'mat hozir bir gap aytdilar. Salbiy rol o'ynash juda ham qiyin. Misol uchun men Sitora to'g'ri aytayapti-da. Kinoda salbiy obrazda bo'lganingiz bilan mana hayotda teskarisi deyapti. Juda ham yaxshi insonlar. Sitoraxon hayotda juda ham yaxshi, anaqa rollarda yaxshi ko'ringani bilan hayotda bilmaymiz qanaqaligini. Misol uchun Sitoraga gapi yo'q, hayotda zo'r qiz, men bilaman, hurmat qilaman. Ikkita salbiy qahramon o'tirib olib bo'lsa. Bir-biringizni maqtamasa hech kim maqtamaydi bizni. Hech kim maqtamayapti. Keyin ikkinchisi, yaqinda Qozog'istonda bir haftada syomkada bo'lib keldim. Kapalagim degan Qozog'iston O'zbekiston bilan birgalikda, hamkorlikda shu kino olinyapti. Olinib bo'lindi o'zi. Men nihoyasiga yetkazib keldim. Xudo xolasa yaqinda chiqadi. Shunda ham bosh rollardan bittasini ijro qildim. Salbiy rol albatta, o'tda ham qozoq do'stlarimiz bilan hamkorlikda. Yangiliklar ko'p, kelajakda ko'raverasizlar, yo'g'ini aytmayman. Naviyallar deganlarga kecha bitta voqea bo'ldi, mana shuni aytib qo'yay. Men naviyallarda o'ynamay qo'yganimga bir 4 yil bo'lib qoldi. Ancha bo'ldi. 4 yil bo'ldi. Oxirgi o'ynaganim bitta nimada kichkina naviyallarda o'ynadim. Bu juda ham ommalashib ketdi. Yomon tomonlama odamlar, haligi blogerlarimiz bor-ku, ular haligi yaxshi tomoningizni shundoq yashirib turib, yomon tomoningizni shundoq ochib tashlashadi-da. Yomon tomonini. Hali Solixon domla borlar. O'sha kishi qattiq gapirdilar. Imенно meni ko'rsatib, o'sha men o'ynagan rolni shundoq ko'rsatib, internet yorib tashladi. O'zim ham juda haligi ta'sirda yurdim. Kecha ko'rib qoldim Solixon domlani. Bordim, assalomu alaykum domla desam, "Va alaykum assalom" dedilar. "Tanidingizmi?" ta'sir desam, "Yo'q, ko'zimga issiqsiz, eslating" dedilar. Shunaqa desam, bo'ldi" dedi. "Uka" dedi, "voqea qanaqa bo'lgan edi" dedi. "U bo'lgan voqea, holat" dedi, "bu voqea" dedim. "Bo'lgan voqea Qashqadaryoda bo'lgan voqea" dedi, domla dedim. "Lekin men mana shuni ham" dedim, "ijro qilishga o'zimga" dedim, "ef ko'rmadim" dedim. Отказ qildim sirasi. Keyin rejissyor aytdi, "Mansur aka to'xting" dedi. "Xohlaganingizdek ijro qiling" dedi. "Bo'lmasa meni eshitasanlar" dedim. "Kechirasizlar, haligi nogiron bola bo'ladi.
nogiron bolani uylashadi, o'rtog'ini kuyov bola qilib turib, keyin to'ydan keyin o'sha chimildiqqa haligi bola kolyaskada kirib keladi. Qarangda qanaqa tubanlikda bu. O'zim juda ham jahlim chiqdi. Hazm qila olmadim haligi narsani. Bu bo'lgan voqea Qashqadaryoda. Onasi keladi, otasiga aytadi. Dadajonisi deydi, endi kirib o'zingiz ishtihal qilmasangiz bo'lmaydi deydi. Olingiz o'rniga deydi. Haligi ota kirib ketib ishtihal qilib beraveradi. O'sha kelin keyin kelajakda gapirib bergan. Bu voqeani. O'sha holatda menga o'ynatmoqchi bo'ldi-da, keyin xotinim keldida, dadajonisi o'zingiz kirmasangiz bo'lmaydi deganda, to'xta onasi deyman. O'g'limiz u tomonlama sog'. Yur yoshlarga xalaqit bermaylik. O'zlarining ishini o'zlari bajarishadi. Yur onasi deb ochib ketaman. Mana shu gapni gapirganda ras to'xtatishganda, mana dadajonisi kirib chiqmaysiz, bu chiqmasangiz bo'lmaydi deganda sharaq to'xtatganda bu yonni kesib tashlagan, montaj qilib Solaxon domlaga keyin noto'g'ri tushuntirishgan. Men kecha domlaga tushuntirdim. Domla shunaqa bo'latsam, hofiz bo'lmasa ming bor uzr dedi. Men bu holatdan bexabar ekanman dedi. To'g'ri ish qilgan ekansiz, otangizga rahmat dedilar. Haqiqatan ham bu holat bor, ya'ni o'sha ayrim ijtimoiy tarmoqlar tomonidan nima deydi, o'sha auditoriyani kengaytirish, ko'proq odamni qamrab olish maqsadida kontekstdan noto'g'ri kesib tarqatish holatlari bor-da. Bu noto'g'ri, bu uchun qonuniy javobgarlik ham bor. Bo'lish shart. Bor, bu uchun javobgarlik. Haligi erta tongdan negativ haqida gapirishmaydi. Yaxshiliklar. Qorni olib kelib siz hofiz dedilar dedingiz, bir chiroyli eshitdi. Lekin menga mavzuyingiz juda ham yoqdi, chunki bizni hayotimiz umuman chiroyli ketilgan, tarbiyaviy ahamiyatga ega bo'lgan o'sha filmlar, narsalar qilsak, uni o'zgacha qilish, unday emas. Keling, yaxshilik, muhabbat, yashaylik. Endi haligi rol haqida reklama paytida gaplashamiz. Hozir bitta qo'shiq eshitaylik. Bekorga muhabbat haqida gapirmadim. Mana shu mehrli, muhabbatli qo'shiqdan bo'lsin. Kecha mehr muhabbat keyin tor boshqacha ko'rinyapti. Mehr muhabbat. Mehr muhabbat bitta insonda bor, bitta zotda bor. Faqat o'sha zot hurmatga loyiq, mehr muhabbatga loyiq. Ona. Barakalloh. Hay yashay. Onalarimiz sog' salomat bo'lsin. Umrlari uzoq bo'lsin. Bitta qo'shiq bor. Endi shu qo'shiqda hozir men hammasini aytmayman. Bu 5 kuplet. 2 kupletini aytib beraman. Yog'iga keyin uzr so'rayman, sababiki bu qo'shiqda hozir aytib bo'lmaydi. Bo'ldi. Xo'p, keyin xudo xolasa. Olma sotmagan xola siz yaxshilab eshiting. Aslida unaqa inson emaslar. Bu yorug' olamga ilk kelgan chog'im bag'riga bosgancha diya toychog'im yeru ko'kka ishonmay zinhor beshigim tebratib tunlari bidor alla aytib ovutib bo'lib divona bu o'shal mehribon ona bu o'shal mehribon ona ona divan chiqib tulu zabonim ilk qadam ranjida aylagan chog'im sevinch yoshila ochib quchog'im bag'riga bosgancha erkalab suygan
oppoq suti birlan qalb mehrin bergan bu o'shal otash qalb mehribon ona. Biz uyimizda qizim asalim hamma narsani o'z qo'li bilan tayyorladi. Hozir bu faqat desert bu. onasi shuni o'rgatgan Buni faqat. yeguningcha hali u yerda 2 xil ovqat turibdi. Dada yonini olavermang. Yo'q, rostdan ham. Qizim, Hali endi hech ham o'ylamasangiz, uyimizda oshpazimiz bor-u. Oshpaz bizniki sarposiga hech narsa olib kelmadi ham. Nimaga yonini olasizlar? Iltimos Qo'shni, assalomu alaykum. Voy, yana keldi bu. Qo'shni kechirasizlar, bezda qildimmi? Mumkinmi? Hech qachon yo'q demagansizlar. Assalomu alaykum. Uzr qo'shnilar, shu kitob qolmagan. Yo, qornim Buruch to'q. berib bo'ldik kecha. Qornim to'q. U obed mahal chiqaman unga, bilasiz-ku. Ana kitob o'qiyatdim shu deng, shu Layli bilan Majnunni o'qiyatdim. Shu Layli bilan Majnun haqida kim yozgan edi? Shu esimga tushmayapti. Biz bilmaymiz, bizning uyda unaqa kitoblar o'qilmaydi. Bizda Layli Majnunlar yo'q. Bor, Google'ga kirib bor, qo'ying. mana Majnun bor, Laylini qidirib yuribsizlar-ku. Dada yomon qo'yingiz bo'sh. Romeo Julietta bor bizda. Qo'shni ham xafa qilib qo'ydingiz, boru. Hech narsa qilmaydi. Jonga Xullas tegdi. qizim, kelinimga gap yo'q. Sanga ham gap yo'q. Ha? Kelinglar Sanga ham gap yo'q. Hammaga gap yo'q. Seni ham davolashadi. To'g'ri. Yo'q. Qo'shni hali ham turibdilar, ishing tegdi. O'ynab qo'ya qolaylik oxirigacha. Qo'shni kechirasiz, assalomu alaykum. Keling. Geografiyani o'rganayotgandim-da. Hop. Grenlandiyani topolmayapman globusdan. Matematikani yaxshilab o'qish kerak. Grenlandiyani o'shanda bilasan, lekin matematikani o'qi. Aytdim. Rahmat, boshqadan o'qib kelgin. Yaxshi ham borsiz, tog'asiz. matematika. Boringizga shukr. Matematika, Davay. rahmat. Xo'p. Dada agar shu o'g'lingiz qo'shiqchi bo'lganda, shu qo'shningizni rol berib o'ynatgan bo'lardik. Ha. O'g'lim, qo'shiqchi. Ovqatingni yeysanmi, dod? Точно urdiga. Endi o'g'lim, ovqatini yeymaysanmi dedi. Mana ovqat. Nonushtadan tatib ko'ringlar. Oling. Qani? Oling, opa. Boshladik. Oling. Oling. Qo'shni kechirasiz. Voy xudo. Ha. Assalomu alaykum. Bekor oldingiz. Ham chemadan. Bobik, Sharik. Qani Bobik qani? Chemadan. Chaqir Bobikni. Nima? Jonga tegdingsan qo'shni borib. Ana, dada yaxshi dadani ham yomon qilib qo'y. Keling, qo'shnijon. Shundoq yaxshi odamni mana. O'zi Nima u quruq qo'l bilan kelmabdi dada? Shirinlik bilan olinglar. Shirinlik bilan men. Nima bor uni ichida? chemodanni ko'tara olmayotgandim, qarashib olmaysizlarmi deb kiruvdim. Nima qilasan, ovora bo'lib o'zingni qiynab qo'yib ketaver bizga chamadonni. Xo'p, qo'shni. Tashlab ket. Maza qilib ovqatlanishni-chi, bir og'iz kiring, ovqatlaning, choy iching. Hozir mavzu tongni siz sevgan Milliy telekanal Shirchoy dasturi bilan qarshi olganingizga avvalambor tashakkur izhor etaman. Azizlar, har doim mehrli bo'ling, muhabbatli bo'ling va qishni qalbi, go'zal qalb bilan kutib oling. Hafta sizda eng chiroyli bo'lsin. Kun davomida a'lo kayfiyat sizni tark etmasin. Nima ham derdik, yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz musaffo bo'lsin, qo'shiqlar bo'lsin, yaxshiliklar bo'lsin. Lasxon bitta bo'lsin. Ketdik. Bitta bo'lsin. Hayratdaman o'sha kundan, yuzingni ko'rgandan, ola ola ola. O'sha lahza bir umrga cho'zildi, ketmadi hali ko'z o'ngimdan, hali hamon yuzingga shaydoman. Robbim ato etgan rafiqam, men devonangsan Laylosan, hali hamon seni sevishimni ko'p aytmasam ham, jonim deb seni, borim deb seni erkalamayman, to'g'ri, lekin shuni bil, hayotim ma'nosi yagona malikasan. Ozoda-yu injiq farishta, pari malika. Ozoda-yu injiq
ko'nglimda ochilgan gulsan, seninla xurramman, ola ola ola. Umrim daftariga yozilgan mo'jiza qushsan, xumosan, shirin zabon so'zingga shaydoman. Robbim ato etgan rafiqam, man devonangsan, laylosan, hali hamon. Seni sevishimni ko'p aytmasam ham, jonim deb seni, borim deb seni